Assalomu alaykum, Farg'ona obzor ashaddiy muxlislari. Hozirda biz ishlatilgan mebellar sotuvga bozor chiqamiz, ya'ni Farg'ona Kirgiz bozoriga. Bizdan ko'pchilik so'rayapti, ko'proq video chiqaring deb, mana sizlar uchun chiqaryapmiz. Qaranglar, yotoqxona mebellari noyoblari chiqib qolibdi. Lustralar o'zi bilan ekan, qaranglar. Mana shkaflari, trimosi, go'zalligini qaranglar, bittadan like bosib ko'rasizlar. Bu tomonda ham high-tech fasonda yotoqxona mebel bor mana. Videoni ochiq ko'rsalaring, bularni ham narxidan obzor qilib beramiz. Bundan tashqari ugaloylar, mana servantlar, xo'p, mana joyda hozir ugaloylar ham bor ekan. Ularni ham sizlarga obzor qilib beramiz. Bu video bittadan like ta bosib, kimga mana shu mebellar kerak bo'lsa, pastki nomerga aloqaga chiqib qo'yasiz. Bizning pastda Telegram kanalimiz bor. Xo'p, o'tib obuna bo'lib qo'ysalaring, u yerga mebel tashabbur qilib, shu yerdan xarid qilishlaring mumkin. Hozir akamizdan to'liq ma'lumotini olib o'tamiz. Assalomu alaykum, Donrot aka. Yaxshimisiz? Yaxshimi aka? Xo'p, adam boshlaylikmi mana? Mana shu adam boshlaylik bir boshdan. Xo'p, kreslo kachalkamiz bor. O'ningta yaxshilar mana. Bu yog'ochlar shekilli. Bu MDF ekan. MDF. MDF ekan. MDFdan o'rgangan, qaranglar. De ishdan charchab keladi-ku. Cha kelib turib, ishdan charchab kelganda bitta o'tiradi, damni olib, 1,5 soat dam olsa, maza qilib dam oladi mana. Miya joyiga keladi. Miya joyiga keladi. Qaranglar. Shu makka oyoqni qo'yib olsa bo'laveradi. Hamma ikki oyoqni qo'yib oladi mana. Oyoq qo'ygan oson ekan o'zi. Ha, noladi. Bu rasm maqtangiz endi narxi necha pul? Ozonroq berasiz, biz o'rnatamizmi? Narxi $100 beramiz. $100. $100 beramiz. Bu ozmoz kami yo'qmi? Yo'q. Bo'lish narxlari hali muhim o'shanga arziydi. Toza narsa. Yaxshi, $100, 1,200,000 so'm. 1,200,000 so'm. Bu high-tech faslida spanigan turimiz bor. Mana bu g'aladonlari. Bu narsa aynaladi mana bu. Bitta nimalari ham bor. Portmalari, polkalari. Aka bitta qulupka qo'yib berasiz? Bitta qulupka qo'yib beramiz. Ashi qo'yamiz deb to'g'risi esdan chiqib qoldi bu narsa. Ayniga. Qo'yib jo'natamiz kim olsa. Ikkita tumbasi, spannisi, mana tayda dispsi ham silikon, hali laxta emas. Bu tumbasi. Tumbalar. O bunimizning narxi 4,200,000 so'm qilib beramiz buni. 4,200,000 so'm. Shkaf ham 6 eshik. 6 eshik 3 ga bo'linadi. Bu tomon muzika tomon shekilli, shimga. Custom shimga shunday narsalarga. Bunga bitta qulupka qo'yib beramiz bunga. Ha, qo'yib berasizlar. Kecha vaqtimiz bo'lmadi qo'ygani. Xo'p, narxi komplekt 4,200,000 so'm. 4,200,000 so'm qilib beramiz. Mana bunisi ayollar uchun bu. 4,200,000 so'm qilib beramiz. Bu stenkamiz bor. Stenkamiz bor. Orqasida ham qaranglar, ko'zgusi bo'ladigan, bir xil ko'zgusi bo'lmaydi. Bu polkasi ham hali ayni polka emas, taxta polka. Taxta polka. Mana 3 ga 4 ga bo'linadi, mana shu turishi 4 ga bo'linadi. Bunimizning narxini $100 ga beramiz. Stenkamiz. $100 ga beramiz. Bu divan kiristlarimiz bor. Hamma yo'g'i cho'tkish, xohlasa yaxshi narsa. Mana taylari ham, sondiq taylari ham. Bu anda spanni bo'ladimi? Mana spanni bo'ladi. Mana spanni ham bo'ladi. Bu xona bu. Bu xona bu. Maytlari ham ochiladi, ash ikkisi ochiladi. Aytib ochiladi ekan. Qarang, u narsa qo'yib qo'ysa ham bo'laveradi. Deymi, bayti ham bu narsa qo'ysa ham bo'laveradi ekan. Nari tomonda shu. Bag'da ham xuddi shunaqa joyi bor bag'da ham. Qaranglar, ishlagani. Zo'r ishlab qo'ydi. Bu komplekt necha pul endi? Komplekt $200 ga beramiz. Komplekt $200 ga beramiz. Hammasi? Hammasi $200 ga beramiz. Hop.
Bu servantimiz bor, ikkita. Xolasa alohida qilib qo'ysa ham bo'laveradi. Xolasa bitta qilib qo'ysa ham bo'laveradi. Mana. Buni alohida ham sotaverasiz? Alohida ham sotilaveradi. Bu yerdan alohida ham sotilaveradi. Alohida nechi pul? 350 ming so'mdan. 350 ming so'mdan, ha? Ha. 350 ming so'mdan. Hop. Yana bitta servant. Bu servantimiz bor. Buniki polkasi ayni buniki. Aha. Polkasi ayni. Ne orqasi ko'zgusi bor. Ko'zgusi bor. Bu ham xuddi shunaqa to'rga bo'linsa kerak. Bu ham to'rga bo'linadi. Ha. Buni biz narxini 1 million so'mga beramiz. 1 million so'm. Ha, 1 million so'mga beramiz. 1 million so'm. Hop. High-tech fasonda Spanik turimiz bor. Bosh tomonni o'zini ham ko'ryapsizmi, o svetlari yonadi. Svetlar, hammasi yonadi. Bitta yoqib ko'rsatib beraymi yo? Ha, yo'q-ey. Bo'ldi mana hozir. Handalda ham o'zi bilan ekan-da buni. Haqiqatdan noyobidan ekan. Tumbalarni chekkalariga qaraydi, alyumin bosadigan ekan. Mana. Ana. Yonadi. Bosh tomoni ham ancha katta ekan, ha? Ancha katta. Keyin mana bu qirg'oqlari ham bor-ku, Alyumin ekan. alyumin. Alyumin Qirg'oqlari ham bosilgan ekan. alyumin bosilgan. Nimasi ham shunaqa ekan? Mana aytlari, yonlari ham. Ko'p mebelda shunaqa joyi qirilib ketadi, lekin alyumin qilib qo'yishgan ekan, u hech narsa bo'lmaydi hozir. Keyin bu taylari ham so'ndi. Ha, ham sondiq ekan mana qaraydi. Buni hali zakasga sattirish Zakasga ishlagan narsa, zakasga ishlangan narsa. Matrasi ham Egasi 12 million so'mga olgan ekan buni. 12 million so'mga. 12 zarli olib qolib sotib yubordi buni. Shpaneri ham kupeli. Keyin shpanerni eniga ham e'tibor beringda, eniga. Bu eni. Katta. Eni ham 60 ta, hali 60, ha. 50-45 pastda. Eni ham katta narsa. Hali vishilkamda iladigan bo'lsa, eshiga tegib qolmasa. Tegib qolmaydi. Yaxshi. Bu svetlarda ham ulasa yonadi, mana svetlarda ham ulasa yonadi. Ishlashi ham zo'r ekan uni. Polka tomoni. Nimalari ham bor, mana seplari bor. O'sha yerda anaqa kursatır ham bor ekanda. Ha, ashunga qo'yilgan narsa. Shu nima, svetelnilarigi. Trimosi? Trimosi bu mana. Trimosini ham zo'r ishlab qo'yishgan, u chekkalari. Bu qirg'oqlari ham nimada bo'lgan bu? Alyumin ekan. Alyumin kromka bosilgan. Uchlari ham ham bor ekan, hattoki tayini. Trimosi ham katta ekan anaqasiga uni. Trimosi ham katta, ha. Razmeri. Buni necha pul qilib berasiz? Bu tumbasi ham bor ekan. Tumbasi. Tumbasi ham bor ekan. Pufisi. Bunimizni narxi 6 million so'm qilib beramiz buni. 6 million. Bonusi bor, mana shu bonusga mana shuni qo'shib beramiz. Ha, bunisi Bonusga. Ha. Xollasa olsin, xollasa olmasin buni. Lekin 6 million so'm bersa bonusiga mana shuni qo'shib beramiz. Narxi 6 million so'm, bonusga bu. 6 million so'm ekan-ku. 6 million ekan. Bo'ladigani 6 millionga beramiz. Hamma yo'q, komplekt. Bonusiga buni qo'shib berishadi. Tumba. Bonusiga buni qo'shib beramiz. Xo'p, mana yoqda ham bormi bu yerda? Xo'p, mana yerda bitta ugaloyimiz bor. Kim sotdi? Ha, u narigini olaveraylikchi bo'lsam, bu sotilib. Ugalo sotilibdi? Sotilib. Kim sotdi ekan? Bu Ispaniyani tumbasi yo'q buni. Tumbasi yo'q. Tumbasi yo'q. Bu trimosi. Buni shpaneri.
Seplari bor mana. O'rtasi polcha. Bu cho'si ham tepaga Hammasi ochiladigan edi. bu Ancha narsa o'zi kirib ketar ekan. ancha narsa kirib ketadi. Matrasi yangi. Aha. Mana. Ketlar, sondiq. Buni 3,5 million so'mga beramiz. 3,5 million. Ha, bo'ladigan 3,5 million so'mga beramiz. Dastlabki o'zlaridan. O'zlaridan. 3,5 million so'mga beramiz. Lekin shopirda topib berasiz, Ha, shopir nimalar gaplashib beramiz. gaplashib beriladi. Aynaqa. Xo'p. Pastda nomer bo'ladi, akamizga telefon qilaverasiz, lekin zo'r spani garnitura chiqibdi. Pastda nomer telefon qilib ulgurib qolinglar. Qolmadi hozir ham men berdingiz bo'ldi. Yo'q, qolmadi.